IELTS tajribam bo'yicha hozirgacha Namanganda 14 yoshda bunaqa 8,5 natija qilganini eshitmaganman. 7-sinfligimda 0dan B2 natija olganman. Motivatsiya bu his-tuyg'uga bog'liq narsa. Odatda hissiyotga beriluvchi insonlar motivatsiyaga tez uchadi. 14-15 soat bir kun dars qilib, 2 kun dars qilgandan ko'ra har kuni 4 soat, 5 soatdan stabil tarzda muntazam qilgan afzalroq. Bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hilol 8,5 debdi. Hazillashyaptilar deb o'yladim. Birorta seksiyam 8,5 chiqqandi, dedim keyin faylga kiraman. 8,5 turibdi, xursand bo'lib ketdim, yig'ladim. Assalomu alaykum. 21-kadr muxlislari. Bugun sizlar bilan navbatdagi podkastni suratga olyapmiz. O'tgan yili dekabr oyida yangi yildagi ilk songa qaysi mehmonni chaqiraylikin deb ikkilanib turgan paytimizda bizni Start Memory o'quv markazimizda xabaringiz bor 8,5 IELTS natija qayd etildi va mana bizga tayyor mehmon. Bugungi mehmonlarimiz Hilola Alimjanova, IELTSdan birinchi urinishdayoq 8,5 ballni qo'lga kiritgan 14 yoshli qizimiz va bu qizimizning ustozi Farruhbek Tursunov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Avvalo Farruhbek sizni ham va Hilola sizni ham mana bu muvaffaqiyat bilan tabriklayman, chunki 8,5 natija bu nafaqat sizlarni, balki butun Namanganni emas, butun O'zbekistonni ham yutuq desa bo'ladi. Chunki bu yoshda bu narsa juda qiyin. O'zi Farruhbek bunaqa natija qilgan bormi Namanganda bu yoshda o'zi? To'g'risi men shu IELTS tajribam bo'yicha hozirgacha Namanganda 14 yoshda bunaqa 8,5 natija qilganini eshitmaganman. Menimcha Hilola birinchilardan bo'lsa kerak. Ha, bu bo'yicha yigitlarimiz statistikani qidirishganda Toshkentda adashmasam bitta qizimiz qaysidir o'quv markazida 13 yoshda olgan ekan. Lekin seksiyal kesimini olgan bo'lsak, Hilolada speaking 8,5 edi, 8,5 olmagan ekan. Ya'ni nima demoqchiman? 14 yoshda IELTS 8,5 dan tashqari speaking 8,5 qilish bu juda murakkab masala. Buni ingliz tilida IELTS o'qigan yaxshi bo'ladi. Xo'p, Hilola, o'zingizni tomoshabinlarimizga qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Men Alimjanova Hilola, 14 yoshdaman. Hozirda Namanganda yashayman, lekin Yangiqo'rg'onda tug'ilganman. 27-maktabda o'qiyman, lekin Start 21ga ingliz tilini o'rganish uchun kelganman oldin. Zo'r. Hilola, sizni ingliz tilidagi sarguzashtlaringiz o'zi qayerdan boshlangan? Ya'ni baribir B nuqtani biz 8,5 deb olsak, A nuqta bo'lgan. Ya'ni boshlang'ich nuqta, ba'zi deydi foundation. Qayerda o'rgansiz o'zi? Xo'p, men 2 yil oldin 6-sinfligimda Yangiqo'rg'onda Muhammad Rizo degan teacherim bo'lganlar. U kishida bizda o'quv markazi bo'lmagan, shunchaki bitta teacher o'qitganlar. O'sha kishida 1 yil safarga tayyorlanganman. 7-sinfligimda 0dan B2 natija olganman, lekin B2 dan qoniqmaganligim uchun IELTS o'qigim kelgan. Natijamni oshirish uchun keyin opam Start 21da o'qigan oldin IELTSdan natija qilgan. Keyin u menga recommendation bergan. Shu yerda o'qib, sharoitlari yaxshi, teacherlari yaxshi ekspertlar, qiynalmaysan o'qishga degan, shu uchun kelganman. Bu yerda 1 yildan beri o'qidim. Dekabrda shu natijaga erishdim. Zo'r, opangizga eslayman, Shahnoza, biz o'quv markazimizda o'qib. Adashmasam, speakingdan IELTSdan 8 ball olgandi-da. Ya'ni demak o'zi qonda bor deydi-ku. Xo'p, qarang, ingliz tilini boshlaganingizda, ingliz tilida ham ko'pgina sectionlar bor. Boshida eslang, qaysi qismi sizga qiyin tuyulgan o'zi? 5-etapda bizda writing bilan speakingga fokus bo'lmagan. Listening bilan readingga fokus bo'lardi. O'shanda reading qiyin deb o'ylaganman, lekin 6-etapga o'tgandan keyin writingni tushunishni boshlaganman. O'shandan keyin writingga qiynaldim. Ayniqsa ideyalar topish qiyin bo'ldi. Rosa qiynaldim, natijam orada tushib ham ketdi. Keyin yaxshi. Zo'r. Bu zo'r javob bo'ldi. Faqat qarang, men aytmoqchi bo'lganim, birinchi ingliz tiliga kirib keldingiz-ku, Muhammad Rizo dedingiz, ustoz adashmasam, o'sha ustoz bilan boshladingiz. Balki grammatika o'qitgandirlar, balki so'z boyligiga urg'u bergandirsizlar. Baribir qanaqa boshda sizga qiyin tuyulgan jihat, deylik so'z yodlash qiyin bo'lganmi, grammatika o'rganishmi, zamonlarmi, shu nazarda tutyapman. Menimcha zamonlar birpasda esimdan chiqib qolardi, takrorlamasam rosa qiynalardim. Speechimda foydalana olmasdim o'sha o'rgangan zamonlarim bilan. Keyin yaxshi, hozir zo'r. Zo'r. Farruhbek, sizga savolim, o'zi bizda kids yo'nalishida bitirgan o'quvchilarimiz bilan
adult deymiz, kattalarda sразу boshlab ketadi-ku. Misol kidsda bitirgan sizlar IELTS o'qitasizlar, ba'zida 5-sinf, ba'zida 6-sinf bolalar ham chiqib qolishadi yuqori etaplarga. O'zi bu yosh toifasidagi o'quvchilarda asosan nimada muammo bo'ladi aslida? Endi bu yosh toifasidagi o'quvchilarda asosan o'sha baribir dunyoqarashida juda katta bo'shliq bo'ladi. Sababi ular baribir yosh, hali hayotni o'nqir-cho'nqirini ko'rmagan, dunyo haqida yetarli bilimlari kam. Bu o'z-o'zida IELTSda writing va speaking qismida juda katta ta'sir o'tkazadi. Sababi speakingda ham, writingda ham baribir dunyoqarash birinchi o'rinda turadi. Albatta. Fikrlash, fikrlarning kengligi, u har bitta gapini qo'llab-quvvatlash birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun asosan ularda general knowledge da, ya'ni umumiy dunyo haqidagi bilimida bo'shliq bo'ladi. Bu o'z-o'zidan readingga ham ta'sir o'tkazadi. Sababi, bitta soha haqida, misol uchun, agar ularda fizika haqida bilim yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa, o'z-o'zidan uni ilmiy terminlarini tushunmay qoladi. Ba'zida tarjima qilganda ham comprehend qilmaydi, ya'ni to'liq tushunib, gapni mag'ziga yetib olishga qiynaladi. Mana hozir Farruxbek fizika haqida gapirdingiz, siz umuman IELTS haqida gapirgan bo'lsak, ingliz tilini o'rganish va IELTS nuqtasida boshqa fanning ahamiyati qanaqa o'zi? Boshqa fanlarning ahamiyati juda katta. Sababi reading qismida turli xil mavzudagi passajlar bo'ladi. Misol uchun tarix, geografiya, fizika va hattoki turli xil kitoblarga bo'lgan reviewlar, ya'ni kitoblar haqidagi qisqacha taqrizlar ham bo'ladi. Bu degani readingni oshirish uchun o'z-o'zidan boshqa fanlarni o'rganish kerak. Albatta, chunki IELTSda tabiiyki o'qituvchi sizga qanday yozishi, speakingda qanday gapirish o'rgatishi mumkin, lekin har doim ham nima gapirish, nima yozish o'rgatavermaydi. Agar sizda dunyoviy umumiy bilim bo'lsa, unda boshqa masala. Qilola, mana hozir Farruxbekning fikrlaridan savol chiqdi sizga. Siz maktabda ingliz tilidan tashqari yana qaysi fanlarga qiziqasiz? Menimcha matematikani yaxshi ko'raman. O'zimni oyim matematikadan dars beradilar, shuning uchun yoshligimdan bu qiziqishlarga rivojlanib kelgan. O'shaning uchun matematikaga ko'proq fokus qilishni yaxshi ko'raman. Keyin o'zim rassomlikka ham qiziqqanim uchun art klasslarini ham rasm yaxshi ko'raman. Lekin yaqin orada men fokusim faqatgina ingliz tiliga bo'lgani uchun ularga ko'p fokus bera olmadim, lekin fokus qilish niyatim bor in futureda. Zo'r. Farruxbek, mana hozir Hilola sizga kirib kelgan davrni esladigan bo'lsak, 6-boshda o'qitdingiz menimcha siz o'sha kelgan paytda Hilolani holat qanaqa bo'lgan darajasi misol? U sezilganmi, o'zi nimadir sezganmisiz o'zi? Kelgan paytda endi Hilola tabiatdan kamsuqu, maniga kam gapirgani uchun boshidagi 10 kunlarda unaqa katta potensialni bila olmaganman, sezmaganman. Keyin birinchi practice sinovdan keyin o'zi sekin e'tiborim tushishni boshlagan, ya'ni haqiqiy qanaqa potensialga egaligini his qilganman va o'sha kelgan vaqtda adashmasam taxminan o'sha 6,5-7 atrofida daraja bo'lgan. Overall hamma o'sha speaking, writing, listening, readinglarda Hilolada bitta yaxshi tarafi nima edi? 4 ta skill deyarli bir xil edi-da. O'sha tomoni yutuq edi. Hilola, mana ko'pchilik 14 yosh yoki 15 yoshli paytida garchi IELTS bosqichini bitirsa ham IELTS topshirishga jazm etmaydi, chunki uni amal qilish muddati 2 yil bo'lganligi uchun birato'la biror yildan keyin topshiraman deydi. Nima uchun siz topshirishga qaror qildingiz? Nima sabab bo'ldi topshirishingizga? 1 yil o'qigandan keyin shunchaki qaysi natijaga yetganimni bilishni xohladim. Keyin teacher potensial bor, sizda topshirib ko'ring, yaxshi natija chiqadi dedilar, lekin baribir ishonmadim. Teacherlarni encourage qilayotganlaridan keyin topshirgim keldi, lekin baribir insecure edim. Umuman topshirgim kelmadi. Rosa delay ham qilaman dedim teacherga. Lekin yo'q, Hilola qo'ying. O'sha paytda exam hammada boshqacha bo'ladi. Siz o'shanda nervousness his qilmasangiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb biroz motivatsiya berdilar. O'shandan keyin topshirdim. Kutuv qanaqa edi? Qanaqa natija kutdingiz? O'zim potensialimni 8 deb o'ylaganman. 8 ga chiqishim mumkin deb o'ylagandim, lekin 8,5 chiqdi. Rosa ham xursand bo'ldim aslida. Zo'r. IELTS topshirgan 100 dan oshiq odam bilan bir suhbatlashgan odam sifatida aytaman, hali birorta endi
kamdan kam odam desam to'g'ri bo'ladi. Kamdan kam odam olgan natijasidan xursand bo'ladi. Ya'ni misol 6,5 olgan qiz yoki yigitdan so'rasangiz 7,5 kutganini aytadi. 7 olgandan so'rasangiz 8 kutgan bo'ladi. Hilola to'g'ri baho bergani uchun rahmat aytmoqchiman. Demak, o'zini kutuvi 8 atrofida kutgan, 8,5 chiqqanligi bonus bo'libdi-da. Zo'r. Xursandman. Qaysi qismda, ya'ni o'sha IELTS topshirganingizda qaysi qismda qiynaldingiz? Writingda qiynaldim. Writingda time management muammo bo'ldi. Tasklar qiyinroq tushib qolgani uchun qiynaldim, yozishim qiyin bo'ldi. Ko'p vaqt ketib qolgani uchun tekshirishga ham kam vaqt qoldi. Rosa nervous bo'ldi, natijam yomon chiqadi degan narsa ko'p bo'ldi, lekin endi hammasi tugadi-ku deb chiqqanman ekzamdan. Chunki hamma imtihondan chiqqandan keyin hisob kitob boshlaydi-ku, o'zi taxminan bundan bunaqa chiqqan bo'lsa deb kalkulyatorga tushgan. Qolgan sectionlar deylik, reading, listening deyarli mukammal natija qilgansiz. 0.5 yetmabdi. Readingda passage to rosa ham qiyin tushdi. Ayniqsa o'sha 6 ta savol bor edi, yodlab olganman uni, qayta o'qiganim uchun rosa ham qiyin bo'ldi. O'sha hammasini xato qilib chiqqanman deb rosa qiynaldim. O'shanga bir 30 minutcha vaqtim ketib qoldi. Passage 3ga ham kam vaqt sarflashimga to'g'ri keldi, rosa qiynaldim. Listeningda ham part 2da map tushdi, unda ham qiynaldim. Teacher o'zlariga ham aytdim, map tushdi, qiynaldim teacher. Dedim, keyin teacher ham mayli yaxshi bo'ladi dedilar. Ishonch bildiribdi Farruxbek sizga, zo'r. Farruxbek, Hilolani bunaqa natijaga erishishiga olib kelgan omillar nima deb o'ylaysiz? Qaysi omillar sabab Hilolada shunaqa yaxshi 8,5 natija chiqdi? Birinchi o'rinda stabillik, o'sha consistently vazifalarni o'z vaqtida qilardi. Ya'ni ba'zi o'quvchilar bo'ladi, 2 kun zo'r dars qiladi-da, 3-kun dars qilmaydi, bir hafta dam oladi. Keyin dars qilmayotganini sezib qolib, yana bir motivatsiyasi kuchayib ketib, yana 2-3 kun zo'r dars qiladi. Va ularda odatda natija zo'r bo'lmaydi. Hilolada consistently bir xilda hamma vazifani o'z vaqtida qilib yurardi va orada bir suhbatlashganimizda vazifalar yana birorta qo'shimcha vazifa bering deganda qo'shimcha vazifa bersam, ularni ham o'sha muntazam disiplina bilan, tartib bilan bajargani menimcha asosiy haligi muvaffaqiyatning kaliti deb o'ylayman bu yerda. Asosiy sabablar shu. Ko'pchilik misol o'sha motivatsiya deganingizga hozir trenddagi so'zlardan bittasi motivatsiya tushib ketdi, motivatsiya deydi. Biz yoshligimizda motivatsiya degan so'zni kam eshitganmiz, bundan 15-20 yil avval. O'zi umuman Farruxbek, mana siz ustoz sifatida yoshlarga aytingchi, motivatsiya va tartib, intizom, ya'ni disiplina yonma-yon turganda qaysi bir muhimroq va nimaga? Birinchi o'rinda baribir motivatsiyadan ko'ra consistency, ya'ni muntazamlik, tartib birinchi o'rinda turadi. Sababi motivatsiya bu his-tuyg'uga bog'liq narsa. Odatda hissiyotga beriluvchi insonlar motivatsiyaga tez uchadi. Misol bir yonadi, u haligi bir yonadigan, keyin sirazu o'chadigan o'tga o'xshaydi, hali chaqmoqqa o'xshaydi. Bir tushadi, motivatsiya yondiradi, keyin o'chadi. Endi disiplina u doimiy haligi nima deydi? Stabil, muntazam tarzda rivojlanishga olib boradi. O'shaning uchun odam ozgina emotsiyalarni, hissiyotlarni nazorat qilishni o'rgansa, motivatsiya ham kerak emasligini his qiladi va o'sha asosiy maqsadni qo'yib oldiga o'shanga qarab doimiy harakatda bo'lish birinchi o'rinda turadi. Misol, sportda ham shunaqa marafonda shunaqa narsa bor. Biz endi futbolga qatnashganimizda yugurtirardi o'qituvchi, o'sha trenerimiz 5 kilometr, 10 kilometr qilib yugurardik. O'shanda bolalar boshida tez yugurib ketardi-da, 2 kilometrdan keyin, 3 kilometrdan keyin charchab qolardi. Ular o'z-o'zidan kuchni to'g'ri taqsimlamay charchab qolib, dam olishiga to'g'ri kelardi, ya'ni yugurish sekinlab qolardi. Boshidan bir xil tempda boshlab, oxirigacha o'sha temp ushlaydiganlar odatda masofani hammadan birinchi va charchoqsiz bosib o'tadi. Xuddi shunaqa hayotda ham consistency, ya'ni doimiy harakatda bo'lish, muntazamlik, har kuni bittadan yangi narsani rivojlantirish muhim. Zo'r maslahat bo'ldi. Yoshlar uchun juda ham bir haligi nima deydi, ideal maslahat degan bo'lardim. Yoshlar bilan biz endi ko'p suhbatlashganimizda bir xilda bolalar aytadi, soat bir kunda kelamiz 12-14 soatlab dars qildim deydi. Ertasi kuni to'yga borgan bo'ladi yoki bazmga borgan bo'ladi-da. Menimcha o'ylayman, o'sha siz aytmoqchi 14-15 soat bir kun dars qilib, 2 kun dars qilgandan ko'ra har kuni 4 soat, 5 soatdan stabil tarzda muntazam qilgan afzalroq.
bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Endi Farruh yana bitta masala borki, yoshlarimizda fokus masalasida muammo bor. Hozirgi paytda ayniqsa texnologiya rivojlandi va bir siz bilan suhbatlashganimizda do'stingizni qiyosida aytgandingiz, reading birga qildik, dars qildik. Shuni bir eslatib o'tsangiz, ya'ni fokus qay darajada muhimligi, ayniqsa yuqori bosqichda intensivmi, IELTS bosqichimi baribir. Umuman ilm o'rganishda fokus masalasi qanchalik muhim? Ilm olishda baribir fokus birinchi o'rinda turadi, diqqat e'tibor. O'sha voqeani aytib bersam, 3 yil oldin edi, do'stim bor edi, o'sha Farhod, har safar o'ziga ham aytaman. Bizda 4-bosqichda o'qirdi. 4dan 5ga o'ta olmadi, keyin 2 marta harakat qildi, adashmasam o'ta olmadi. Oxiri kelib yordam so'radi. Do'st dedim, shu bir uyga chaqirdim, uyga keldi. Keyin birga dars qilib ko'raylikchi dedimda. O'tiribdi, kuzatyapman, dars qanaqa qilyapti. Kitob ochib olgan, telefoniga SMS kelyapti, javob qaytaradi, telefonni qo'yib qo'yadi, o'qiydi. Endi SMS har 30 sekundda kelib turibdi. Yana telefonni olyapti, yana SMS. Yana qo'yapti, o'qiyapti. Shunaqa qilib kuzatsam bir 3 soat, 4 soatda yarim betga yaqin kitob o'qidi xolos. Endi unga xuddiki kun bo'yi dars qilganga o'xshab tuyulyapti. Hozirgi kunda shunaqa haligi insonda hissiyot paydo bo'lib qolyapti. Kun bo'yi band bo'lganga o'xshab yuradi, lekin kunning oxiriga kelganda sarhisob qilsa, arzimagan ish qiladi. Asosiy sababi mana shu telefon, ijtimoiy tarmoqlar. Xuddi hozirgi do'stimni misolidaqa o'quvchilarni ham kuzataman, ko'p holatda kutubxonada o'qiydi-da, sherigi chaqirib qolsa qaraydi, kulishadi ozgina, yana ozgina o'qiydi, telefonga kirib, Telegramga kiradi, Instagramga kiradi. Hattoki Telegramni ham kuzataman-da ba'zida. Kanalimga shunaqa post tashlasam, o'zimni hozir o'qiyotgan o'quvchilarning birinchi komment yozadi. Qachon kunda har xil vaqtda yozib ko'raman. Har xil vaqt qachon yozsam, birinchi komment yozishadi. Bu degani ular dars qilmayapti, ya'ni fokus qaratmayapti. O'qishga fokus Telegramda turibdi asosan. Shuni hisobiga hozir o'quvchilarda foydalanish koeffitsiyenti tushib ketgan. 10 soat dars qiladi, undan 1 soati foydali ish qilgan bo'ladi. 9 soat dars qilganga o'xshab tuyuladi. Shuning uchun asosiy maslahatim o'quvchilarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklash kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlar xohlaysizmi yo'qmi, fokus yo'qotadi. Chunki informatsiya, ma'lumot almashinuvi juda katta. Har minutda, har 2-3 minutda ma'lumot aylanavergani hisobiga o'quvchilarda o'zi o'tgan yil so'zi ham brain rot degan so'z bo'ldi, agar bilgan bo'lsangiz, ya'ni miya chirishi. Bu asosiy ijtimoiy tarmoqlardan kelib chiqqan narsa. Shuning uchun asosiy maslahatim ijtimoiy tarmoqlarni yo'q qilish, kamaytirish emas, yo'q qilish. Chunki kamaytirgan odam baribir bir kunga qaytib boradi-da. O'shaning uchun yo'q qilish kerak. Undan keyin ikkinchi maslahatim yetarli va to'g'ri dam olish. To'g'ri dam olish baribir fokusni asosi hisoblanadi. O'quvchilarga ko'p aytaman, teacher o'qiyapman, miyamga kirmaydi deydi. O'shanda ba'zida aytaman. Xohlasangiz fokus o'rnida o'stirish uchun uyquni yoki charchoqni ahamiyatini bilmoqchi bo'lsangiz deyman, ertaga practice bo'lsa, bir kun oldin uxlamasdan 1-2 gacha bir dars qilib ko'ring-da, keyin kelib practice ishlab ko'ring. Har kungidan past chiqadi deyman. Sababi haqiqatan ham charchoq bo'lgan, energiyasi yo'q miyada ilm turmaydi-da. Ta'sir qiladi narsa. Uyqu, yetarli darajada dam olish va o'sha social mediani, ijtimoiy tarmoqlarni yo'q qilish tavsiya qilaman. Mana shu gapingizga Facebook asoschisi Zuckerberg haqida bir gap eshitgandim. Ya'ni uyda Wi-Fi adashmasam 50 daqiqa, 60 daqiqa ekan bir kunlik adashgan bo'lsam, avvalo uzr so'rayman. Va so'rashdi, nimaga bunaqa? Chunki ayollar yoki farzandlar yoki kerak bo'lsa o'zini ham addiction deydi-ku, dan asrash uchun vaqtli qilib qo'ygan ekan. Ya'ni bu limitli. Hatto Telegram deylik telefondan qiyos, o'zim iPhone ishlatadigan odam sifatida aytsam, telefon o'zida ham har qanday app dasturini limitlab qo'ysa bo'ladi. Misol Telegramga o'zimda bor, 2 soatlik qilib qo'yganman, chunki biz ko'p ishlarimiz Telegramdan bog'liq. Instagramga 20 daqiqa qo'yganman. 20 daqiqaga kiraman. Yana kiraman desam, bu siz blokdasiz deydi. To'g'ri, u yerda
bugungi blok olib tashlasa ham bo'ladi, lekin men xohlamayman o'sha 20 daqiqadan u yo'q shart emas degan ma'noda kiraman o'zim ham. Yo bu ham shunaqa variant ham bor demoqchiman. Ya'ni ijtimoiy tarmoqsiz ishi bitmaydigan odam limitlab qo'ysa ham bo'ladi. Chunki biz o'quvchilarni biz bir xilda kuzatamiz. Ijtimoiy tarmoqdan bir kunlik foydalanish kerak bo'lsa 10 soatdan oshiqda. Misol Instagram, Telegram 10 soatdan oshiq bu endi chatoq. Shu tomoni bor. Endi Hilola keyingi savol sizga. Xullas mana zo'r maslahatlarni olyapmiz ustozdan. 8,5 ball natijani SMS kelgandir yo SMSli tizimda SMS techiringiz demak jo'natdilar. Keyin techirdan so'raymiz. Qanaqa feeling bo'ldi? Birinchisi kerak. Maktabda edim. Teacher menga SMS jo'natdilar. O'shanda 10 minut oldin men akkauntimga kirdim. Kirsam natijam chiqmagan ekan. Demak, eveningda chiqadi, kechroq chiqadi deb o'yladim. Keyin 10 minutdagi SMS keldi. Keyin Hilol 8,5 debdilar. Hazillashyaptilar deb o'yladim. Birorta sectionim 8,5 chiqqandir dedim. Keyin faylga kiraman. 8,5 turibdi. Xursand bo'lib ketdim. Yig'ladim. Birinchi bo'lib oyimga telefon qildim. Tabriklashda hammaga telefon qilib, keyin tez maktabdan chiqib uyga keldim. Hali bunaqa xursandchilikni hech ham his qilmagandim hali, chunki bu umuman unexpected bo'ldi. 8,5 kutmagandim. Aynan maktabda bo'lganim ham ajoyib bo'ldi. O'rtoqlarim bor edi oldimda. Zo'r, maza qildingiz. Farobek, sizdagi oldingi o'quvchilaringizda eng yuqori natija 8 edi, adashmasam. Bu 8,5 birinchi natijangiz. Xo'p, qanaqa feeling bo'ldi? Ajoyib feelinglar bo'ldi, chunki shu natijani adashmasam bu yerda qanaqadir pastga tushdimda, video oldik ozgina, o'sha videodan chiqdim. Ungacha tekshirishga xayolda yo'q edi. O'tirdimda, bir qalbga Hilola natijasi chiqqan bo'lsa kerak, tekshirib ko'r degan xabar keldi. Chunki men ham kechki payt chiqsa kerak deb kutib turdim. Keyin qani bir kirib ko'raychi deb shuna kirsam, natija chiqibdi. Birinchi noto'g'ri bo'lsa kerak, adashib qoldi deb o'yladim. Sababi kompyuter har xil ishlayotgandi. Keyin kirsam haqiqatan 8,5 ekan. To'g'risi juda xursand bo'ldim va gol urganda baqiradi-ku. Xuddi shunaqa gol urganday nishonlab juda xursand bo'ldim. Kutgan natijamiz chiqqani uchun. Sababi o'zi aytganday bir kun oldin o'sha oxirgi darsga kelgan kuni, imtihon 22-kuni bo'lsa, 20-kuni darsga keldi. Kelgan kuni chiqib ketayotganda Xudo xolasa bu safar 8,5 qilsangiz, keyingisi 9 da deb chiqar xonadan kuzatib yaxshi niyat qilib, o'zida unchalik ishonch o'sha 8, hattoki Telegramdan yozganda teacher 7,5 chiqsa kerak deyotdi. Keyin 8,5 ko'rib juda xursand bo'ldik. Men bir narsani aniq aytishim mumkin teletomoshabinlarga, misol Hilola qanaqa xursand bo'lgan bo'lsa, Farruhbek 2 barobar ko'p xursand bo'lgan deb o'ylayman, chunki bu xuddi farzandingiz yutuqini nishonlashga o'xshagan narsa. Ya'ni ota-ona farzand qanday natijaga erishsa, tabiiyki undan 2 hissa ko'proq xursand bo'ladi. Xuddi shu masalada biz o'zimiz ham o'quv markazimizda o'quvchilarimiz to'g'risi har doim ham muvaffaqiyatga erishmaydi. Bir xilda imtihondan o'tolmaydi, o'tolmaydi. Sefrik IELTS topshirsa, o'ylagan natijasidan pastroq chiqib qolganda siqiladi, xafa bo'ladi va ustozlarga qo'shilib, hatto biz rahbariyatdagilar ham bir tushlikka tushamiz. Chunki bu narsa bevosita bizga bog'liq bo'ladi. Xursand ta'sir qiladi demoqchiman. Hilola, mana siz 8,5 ball olishingiz ko'p narsalarga yo'l ochyapti-da. Masalan, birinchisi o'quv markazida nafaqat siz, Farruhbek o'zi ham 5 millionlik cashbackga ega bo'ldinglar. Ya'ni biz o'quv markazimizda shunaqa bir narsa bor, loyiha borki, yuqori natija olgan o'quvchilarga albatta rag'bat beramiz va faqat o'quvchiga, o'qituvchisiga ham, o'sha oxirgi bosqichdagi ustoziga beramiz. Farruhbek ham va siz ham 5 milliondan yutuq kelishdingiz. Endi Farruhbek shundan ham pul topib yurgan, jamiyatda o'zini ega bo'lgan inson sifatida xursand bo'lgan, lekin sizda bu menimcha birinchilardan bo'lsa kerak. Chunki siz dadangiz, oyingiz berishi boshqa, lekin o'zi to'g'rimi natijaga erishib, sovg'a sifatida olish bu zo'r bo'lsa kerak. Chunki men olmaganman, bilmayman. Qanaqa ekan? Ajoyib, satisfaction bo'ladi-da. 1 yil o'qidim, men natijani qildim, men sovg'a ham berishdi, xursand bo'ldim. Chunki birinchi marta bunaqa yutuq olishim edi. Undan oldin bo'lmagan, oldin 0 olganman, lekin bunaqa yutuqlar yo'q edi. Bunisi birinchi bo'lgani uchun boshqacha feelinglar bo'ldi. Satisfaction juda ham kuchli bo'ldi. Ota-onangiz ham xursand bo'lishdimi? Ha, hammalar xursand.
Bir narsani aytib o'tishim kerak, bu faqatgina startdagi mehnati emas. Ya'ni bu yerda o'sha ustozimiz Muhammad Rizo edilar, menimcha ismlari Muhammad Rizo ustozga ham rahmat va salom aytaman va rahmat aytamanki, bu qizimizga background knowledge yaxshi berganingiz uchun va bu yutuqni bir qismi albatta sizga tegishli va biz bundan xursandmiz va sizni ham kelajakda ishlaringizga omad tilaymiz. Ko'proq Hilolaga o'xshagan yoshlarni tarbiyalang. Kerakli joygacha olib kelsangiz, biz qolgan joygacha yordam berib, nafaqat 8,5-9 gacha intilishimiz mumkin va bu voqeadan keyin Farruxbek Namangan viloyatida eng yuqori natija olgan yilning eng yaxshi o'quvchisi ham bo'ldi Hilola. Ya'ni o'sha eventdan keyin bir haftadan keyin sodir bo'ldi adashmasam, unda ham shaxsan viloyat hokimidan sovg'alar oldilar Hilola, o'sha qatnashib yilning eng yaxshi o'quvchisi bo'ldingiz. Ya'ni 8-sinf holatida 14 yoshida 8,5 natija ko'rsatgan. Endi bu menimcha hozirgacha balki bir marta, ikki marta bo'lgandir, lekin yaqin 1-2 yil, 3 yil ichida men to'g'ri eshitmadim va tabiiyki bu o'ziga yarasha rekord natija bo'ldi va kutardik. 9 natija ham shu qizimizdan chiqishini, menimcha bunga yarasha potensiali bor. Hozircha Hilolani rejasida bu yo'q, buni o'zi gapirib beradi, chunki buni rejasida boshqa yo'nalishi bor ekan, lekin niyat o'zgarib qolsa biz albatta xursand bo'lardik. Endi yoshlarga qiziq bo'lgan jihati bor Hilola. Ya'ni kunlik kun tartibingiz. Ya'ni 8,5 bu shunchaki chiqadigan natija emas. Ya'ni bu kerak bo'lsa Amerikada yoki Angliyada bir necha yil yashagan odamlar ham IELTS topshirib, uzri 7 ham bo'lishi qiyin. Siz O'zbekiston sharoitida yurib turib, bunaqa natijaga erishyapsizki, albatta yoshlarga ham, hatto menga ham qiziqki, kun tartibingiz qanaqa bo'lgan? Men ham eveningda yaxshi ishlardi. Fokusim eveningda yaxshi bo'lgani uchun faqat eveningda dars qilishga harakat qilardim. Ertalab dars qilmasdim, chunki hech nimani tushuna olmasdim. Men ham writingda ham hech nima yoza olmasdim. Shuning uchun doim 3 dan keyin dars qilishni boshlardim-da, 2 soat dars qilib, yarim soat video ko'rardim. Mana social mediani butunlay ban qilmaganman o'zimga, ozgina video ko'rganman. 2 soat shunaqa qilib 11 gacha dars qilardim va ertalab turardim, lekin doim yetarlicha sleep olishga harakat qilardim. Chunki sleep bo'lmasa fokus qila olmasdim. Masalan, biror kuni yaxshi uxlamagan bo'lsam, darsga kelsam hech nimani tushunmasdim. Shuning uchun doim sleeping patternlarni prioritize qilishga harakat qilardim. O'sha qolgan paytlarda qolganlarni leisure activity'dagi sarflaganman, chunki полностью o'qishga fokus qilsangiz ham zerikib qolasiz o'qishdan. Ozgina extracurricular activity'larga ham qatnashish kerak. O'zim o'rtoqlarim bilan hangout bo'lardi, partiyalarga borardim. Kamdan kam, lekin borardim. Demak, hammasiga vaqt ajratish kerak, albatta. Faqat bir taraflama bo'lmasligi kerak. Endi soat bo'yicha olsak, ya'ni kunlik soatni o'rtacha olsak, necha soat dars qilgansiz o'rtacha? 8 soat, 7-8 soat. 7 soat, 8 soat. Shu joyga bir narsani aytib o'tishim kerakki, barmoqlarimiz har xil bo'lgani kabi insonlarni qabul qilishi jarayoni ham har xil bo'lganligi uchun, misol uchun Hilola qizimiz 8 soat yoki 7 soat dars qildi degani, Qobiljon, Shirina misol uchun kabi o'quvchilarimizga ham 7-8 soat yetadi degan emas. Balki ularga 5 soat yetar, balki 10 soat yetmas. Bu endi menimcha hammada har xil, to'g'ri Farruxbek? Shunaqa deysizmi siz? To'g'ri, albatta. Endi baribir hammani miyasi har xil va o'zi jismi ham har xil. Albatta. Shuning uchun hammada qabul qilish har xil bo'ladi. Misol men ham o'zim tayyorlangan vaqtlarni eslasam, to'g'risi men 8 soat emas, 10 soat, 12 soat dars qilardim. O'shanda yetarli darajada deb hisoblardim. O'z o'rnida to'g'risi dam olmasdim. Turli xil partiyalarga ham bormasdim. Keyin bir safar Jahongir teacher kirib darsda kursdoshlarga aytganlar, Bobur degan kursdoshimiz bo'lardi. Bobur deganlar, Farruxni bugun tennis o'ynatib kelinglar deganlar. Keyin nimaga desam, siz dam olishingiz kerak. Ya'ni darsni ham qiling, yetarli, kerakli paytda dam olish kerak degan ma'noda dam oldirganlar va o'shanda anglab yetganman, oz-moz baribir dam olish nima deydi, miyaga kuch beradi. Urg'u beryapti, oz-moz yigitlar, qizlar, yoshlar, ya'ni bu ko'pchilik haliga ko'proq nima deydi, limitni bilmaganligi uchun ko'proq shu ish qilib qo'yishlari mumkin. Misol, balki ijtimoiy tarmoqda 10-15 daqiqa o'tiradi misol uchun. Balki siz aytmoqchi video ko'rishi mumkin. Balki o'rtoqlar bilan hangout qilar.
yo'q endi o'zini tanloviga qarab futbol o'ynash mumkin sizga o'xshab qiziqqan bo'lsa zo'r. Bu yosh toifasidagi o'quvchilar ko'proq nimalarga e'tibor berasiz tayyorlashda? Misol mana aytyapsiz, dunyoqarashda qiynalyapti. Siz baribir IELTS topshirishingiz kerak. Shunchaki voz kechmaysiz, keyinroq kel demaysiz. Nima qilardingiz shunaqa yechim holatida misol? Hop, ko'proq agar kichkina yoshli o'quvchilar kelib qolsa, ular bilan bir suhbatlashib ko'raman. Dunyoqarash qanaqa, qabul qilish qanaqa. Chunki baribir yosh bo'lsa ham ba'zilar bo'ladi, haqiqatdan 18-20 yoshdan dunyoqarash keng, yetarli darajada tafakkuri shakllangan bo'ladi. Ularga qandaydir qo'shimcha narsa berish shart emas. Lekin agar ularni general knowledge'ini oshirishga biror nima qo'shimcha ma'lumot, qo'shimcha yuklama berish kerak bo'lsa, odatda o'zbekcha bo'lsa ham birorta badiiy kitob o'qishga tavsiya qilaman. Sababi u kitoblarni o'qiydi, qo'shimcha bir yarim soat, 1 soat, odatda har kuni uxlashdan oldin o'qinglar deyman. O'qishadi va bu o'sha speaking va writinglariga, ideyalariga, ya'ni fikrlariga, tafakkuriga oz-moz yangilik olib kiradi va natijalariga o'z o'rnida ta'sir qiladi. Bir kitob o'qish tavsiya qilyapsiz-ku, o'zingiz ham o'qib turasizmi kitob? Deylik kuniga qancha vaqt sarflaysiz? Xo'p. Kuniga kami bir 20 minut, yarim soat vaqt sarflayman. Turli xil kitoblarni. Hop, o'zbekcha, ba'zida inglizcha, ya'ni har xil o'qiyman. Ya'ni ko'raman, agar o'sha kitob inglizchasi bo'lsa, inglizcha o'qishga harakat qilaman. Qolgan vaqt agar yo'q bo'lsa, o'zbekchasini o'qiyman. Odatda kechqurun, o'sha kechqurun uxlashdan oldin yarim soat, 1 soatgacha kitob o'qiyman. Kitob haqida savol berildi-ku, gap ketyapti. Sizcha kitobga qanaqa munosabatda bo'lgansiz yoki bo'lyapsiz? Men kitob o'qishni rosa ham yaxshi ko'raman. Yoshligimdan beri kitoblar o'qiganman. Hali ham yoshsiz o'zi. Yo'q, kichkinaligimda. O'sha o'qib qiziqib kelganman, lekin yaqindan boshlab oldin turk adabiyotiga qiziqardim. Turk yozuvchilarini kitobini o'qiganman, lekin hozir yaqindan ingliz tilida English writerlarni kitobini o'qishni boshladim. Ular havas qiziqarli, lekin yaqindan beri vaqtim bo'lmadi, lekin yana o'qishni boshlayman, xudo xohlasa. Hozir mana inglizcha kitob o'qiyapman deganiga Farruxbek, Turkiyaga 2024-yil bo'lsa borganimda, u yerda nechta do'konga aylanib qiziqib kirgan bo'lsak, kitoblar sotilgan joyni ko'rib, muhit bor ekan, havas qildim. Faqat afsuski u yerda ko'proq turkcha kitob ekan. Faqat turkcha kitob ko'rdim. Aeroportdagina Istanbulda ingliz adabiyotidagi kitoblarni, Stephen King kitoblarini ko'rgandim. 2 ta olib kelgandim o'zim bilan. Ya'ni o'sha paytda bizda o'zgarish vaqti degan klub bo'lardi, Fozilxon biladi. O'shandagi eng yaxshi kitobxonlarga sovg'a qilaman deb, bittasini o'sha o'quvchimga bergandim. Bittasi turganda, o'zim o'qimagandim. Shuni Hilolaga o'zi kelib olib bermoqchiman. Hilolaga Stephen Kingni o'sha kitobi bor, xudo xolasa original kitobi beraman. Eslatib qo'yasiz, suhbatdan keyin borganimda beraman. Stephen King nomi esimda yo'q, lekin yaxshi, biz o'zining kitoblari juda xaridor zo'r kitoblar. Kitob o'qiyman deganingizga, agar o'qimayman deganingizga bermasdim to'g'risi. Chunki kitob o'qiydiganlarni o'zim shaxsan qadrlayman va hurmat qilaman. O'zim ham Mutolaa appdan deyarli har kuni hozirgi kunda kamida yarim soat bo'lmasa 40 daqiqagacha 111 daqiqa tinglayman. Bu deganda deyarli 2 soat bo'lsa kerak. O'qishdan tashqari bu. Albatta bu kerak, chunki IELTS topshirishimiz, TOEFL topshirishimiz baribir writing speakingda ayniqsa ideyalar uchun, g'oya bo'lish uchun sizda g'oya bo'lish kerak. Buning uchun kitoblar eng yaxshi variant deb o'ylayman. Xo'p, endi bizda qizil joyi bor. Start haqida bo'yi savolim qolib ketib qoldi. Bu yerda qaysi ustozlarda tahsil olgandingiz? Farruxbekdan tashqari? Sodiqjon teacherda, Shohinur va Farruh teacherda. Demak, teacherim bo'lgan. Sodiqjon ustozda, keyin Shohinur ustozda va Farruxbek. Juda zo'r ustozlarda tahsil olgan ekansiz, omadingiz ham bo'lgan ekan. Sodiqjon ustozda qaysi jihatda, qaysi skilllaringiz shakllandi deb o'ylaysiz? Yana ham o'tkirlandi deb o'ylaysiz? Sodiqjon teacher o'ta ham katta rol o'ynagan adabiyot o'qishimga. U kishi konfidensimni oshirishga rosa ham katta yordam berganlar, chunki men konfidensim umuman yo'q bo'lgan. Keyin u kishi siz yaxshi o'qiysiz, potensial bor derdilar har kuni. O'sha kishida confidence oshgan, keyin reading ham rosa ko'p yordam berganlar. Haligi xatolarim doim tushuntirib berardilar. Shu confidence bilan reading skilllarim. Zo'r. Shohinur ustozda sizga yoqqan qaysi jihatlar esda qolarli? Shohinur teacher o'ta ham punctualityga nima qilar, prioritize qilardilar.
Russian punctualityni yaxshi ko'radilar. O'sha kishida time managementni o'rganganman. Hamma narsani o'z vaqtida qilishi, vazifalarimni o'z vaqtida qilishi o'rganganman. O'ta strict edilar-da. Rossiya yaxshi ham ishtiq qiyin ekanlar deyman hozir, chunki time management menda yo'q edi oldin. Xohlagan paytim dars qilmasdimda. Keyin o kishi strict bo'lganliklarini ko'rgandan keyin hamma narsani schedule qilishni boshlaganman. O'sha bitta rutinga stick bo'lardim. Zo'r 6-bosqida Farruxbek aytdingiz, uncha o'zimga ishonmagan paytimda ustoz ishoning deb motivatsiya berganlaring, ishonch bergan, bilan tashqari Farruxbekda qanaqa skill o'sdi sizda o'zingiz sezganingiz? Bir eng katta uzr gapingiz bo'ldim. Eng katta o'zgarish 6-bosqichda bo'ladilar bilan. Chunki 4-5-bosqich o'z nomi bilan 4-5 deyiladi, lekin 6-bosqich ko'p narsani hal qiladi-da. Sizni bir necha yillik mehnatingizni uyolib qilib qo'yish mumkin-da. Farruh teacherda hamma narsa oshgan. Hamma narsani Farruh teacherda o'rganganman. Ham oddiy basic skilllarni ham, masalan, bu kishida ham confidence oshgan. Time management o'rganganman bu kishida ham. Shu 4ta sectionni ham shu kishida o'rganganman. Hamma narsa xullas Rossiya katta rol o'ynaganlar, Farruh teacherim ham. Xursandman. Mana o'zi 8,5 ballli narsa qilib oldik. Ozmi ko'pmi discover qildik. Men sizga qo'shilib, tilimda ham inglizcha so'zlar ketib qolyapti. Aytib o'tmoqchimanki, Hilola gapirganda o'zi tabiiy, ya'ni inglizcha so'zlar uni suhbatida kirib ketyapti-ku gaplar. Bu tabiiy, ya'ni atayin ingliz tilida kimgadir chiroyli ko'rinish uchun gapirmayapti. Ingliz tilida ko'proq muloqotda bo'lganligi uchun o'zbek tilida chiqarishga qiynalyapti-da va ba'zi bir so'zlarning ekvivalentini, mana ekvivalentini degan so'z o'zbekcha bo'lmasa kerak, ingliz tilida qo'yib ketyapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Endi hali yosh bu qizimiz, bunaqa intervyulardan chiqib ko'rmagan, birinchi marta gaplashyapti kamera oldida, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Endi keyingi target, ya'ni keyingi maqsadingiz nima? Keyingi maqsadim SAT o'qish. SATga o'z aslida qiziqmasdim. Keyin akam aytgan, SATni o'qi degan. Endi SAT o'qimoqchiman. Xudo xohlasa bundan ham yaxshi natijalarga erisharman. Necha ball olmoqchisiz SAT? Maksimum 1600. Va starting birdagi eng yuqori ball Murtazo ustozimizda 1560 menimcha. Sizniki qanaqa? Yangi rekord qo'yapsiz. Xudo xohlasa, demak Murtazo yaxshimisiz? Sizga salom beryapti Hilola. Albatta xudo xohlasa Murtazo ustoz yoki Sardorbek ustoz ikkitasini ham IELTS ball 8 ball zo'r ustozlarimiz. Kimga o'tsangiz ham, kimda o'qisangiz ham nasib qilsa ham natijangiz zo'r chiqsa, bu ustozlar ham xuddi Farruxbek kabi faqat xursand bo'lamiz. Hozir o'z yo'liga xursand bo'lamiz. Farruxbek bu yosh toifasidagi o'zi umuman ota-onalarga maslahatingiz, ya'ni ko'p ota-onalar adashmasam, hozir Hilola 8,5 ball olib, kanalda kommentariy ko'ryapman, ko'p hazil-huzur qilib bolalar qizlar uyga kirmay qo'yaman deyapti. Aslida bor narsaki bizni ko'pchilik ota-onalar solishtirib qo'yishadi-ku. Shu jihatga ko'proq duch kelasiz. Nima maslahat berasiz ota-onalarimizga? Ota-onalarga to'g'risi birinchi maslahat farzandlarini taqqoslamaslikka kimgadir maslahat berardim. Sababi baribir farzand har xil bo'ladi-da. Har bir inson to'liq, mutlaqo har xil. Shu Alloh taolo tomonidan har xil yaratilganligi sababli o'zidan talantlari ham har xil bo'ladi. Misol Hilolada til o'rganishga talant bo'lishi mumkin. Fozilxonda rasm chizishga talant bo'lishi mumkin. Menda yana nimadir boshqa talant bo'lishi mumkin. Bu degani bizni mentalitetimizda shunaqa narsa bor. Kimdir bitta ishni qilsa, xuddi o'sha ishni men ham qilishim kerak deydi. Va o'z-o'zidan ota-onalar farzandini xuddi shunaqa hali tafakkuri shakllanmagan kichkina farzandlarini ham xuddi shu poygaga qo'shib qo'yadi. Misol meni o'zimni opalarim ham bor. Endi farzandlarini qaysidir joylarga o'qishga kirgizmoqchi. Endi ular 2-3 sinf o'ynaydigan vaqti, maza qilib dam oladigan vaqtda o'zlarining yoshligini, misol o'zimning yoshligimni kuzatsam ham 2 soat 3 soat dars qilardik, xolos. Qolgan vaqt o'ynab yurganmiz. Endi hozirgi kunda qaysidir maxsus bir maktablarga kirgizaman deb 10 soat, 8 soat dars qildilar deyapti-da. Hali farzandlar natijada charchab qolyapti. Aqliy tomondan. Ya'ni o'zi bilan ota-ona o'zi bilan qaysidir qo'shnisi, qaysidir o'rtog'ini o'rtasidagi poygaga farzandini qo'shib olyapti. Ko'p bo'ladi ota-onalar qarindoshimiz 8 olibdi, 8,5 olibdi, 7 olibdi, endi meni qizim ham olish kerak, shu narsani deydi.
shunaqa ota-onalarga bir aytmoqchi bo'lgan gapim, farzandingizni hech qachon taqqoslamang. Sizni farzandingizni qobiliyati boshqa. Uni tilda qobiliyati bo'lmasdan, balkim she'r yozishga qobiliyati bordir, kitob yozishga qobiliyati bordir. O'sha tomonini shakllantirish kerak. Chunki ingliz tili bir nima deydi? Qadam, ilk qadamlar. Kelajakda qaysidir o'qishga kirmoqchi bo'lsa yoki qaysidir karyerani tanlamoqchi bo'lsa, o'shanga tashlangan ilk qadam. Lekin u yerda undan keyingi future, kelajakdagi narsalar bor. O'shaning uchun ularni faqat ingliz tilini o'qitib, 8-8.5 oladigan, tilni zo'r biladigan, lekin boshqa fanni, boshqa sohani umuman bilmaydigan farzand qilib tarbiya qilib qo'ygandan ko'ra, ingliz tilini o'rtacha bilsin, lekin elimizga, jamiyatimizga, o'zini oilasiga manfaati tegadigan, foydasi tegadigan, o'zini sohasini zo'r insoni bo'lib yetishsin. Zo'r biolog bo'lsin, zo'r fizik bo'lsin, zo'r injener bo'lsin. Ingliz tilini zo'r bilgandan to'g'risi foyda bor. Lekin zo'r injenerlarni biz qachongacha chet eldan olib kelib, allaqancha pulga oylik to'lab ishlatamiz. Undan ko'ra ingliz tilini o'rgan, yetarli ballingni ol, chet elga o'sha chiqib, zo'r o'qishlarda o'qib kel deb o'rgatishni tavsiya qilardim. Ko'pchilik bizda qanaqa yaxshilab o'qi, chetga bor, zo'r soqqani top, kelib Qora Jentrada yoki Malibuda yur. Xuddi shunaqa bo'lib qolgan. O'shaning uchun to'g'ri maqsad qo'yishni o'rgatishi va ingliz tili bu hayotlaridagi bir qadam xolos ekanligini tushuntirishi, farzandiga katta bosim berib yormaslikka va ularga motivatsiya beryapman deb bosim berib qo'ymaslikka tavsiya qilardim. Chunki bu bosimda 7.5 olishing kerak. Akang 8 olgan yoki akang 7 olgan, sen 7.5 olishing kerak, 8 olishing kerak degani bu farzand uchun motivatsiya emas. To'g'risi baribir ota-ona ham o'ziga berilgan motivatsiyadan, o'sha kattalik yoshligida ota-onasi tomonidan berilgan motivatsiyadan o'rnak olib turib motivatsiya bersa kerak. Ya'ni ularni ham uydagilari o'sha muhitda katta bo'lganmiz. Mana bunday ish qil, chunki akang mana bu ish qilgan deb taqqoslab o'rgatgan. Shuning uchun hech qachon taqqoslamang va siz aytayotgan o'sha 7 olmasang bo'lmaydi deyishingiz farzandingizga bosim berib qo'yadi. Va uni skilllarini, ya'ni umuman til o'rganishdagi enjoymentni, ya'ni joyi, haligi maza qilishi, rohatni yo'qotadi. O'zi inson qilayotgan ishidan maza qilmayaptimi, o'smaydi. Shuning uchun farzandingiz maza qilib til o'rgansin, natija o'z-o'zidan bo'laveradi. Farzandingizga bosim bermang. Mana bizdagi dunyodagi eng top universitetlarga e'tibor berilsa, adashmayotgan bo'lsam, 7+7++ da, ya'ni обязательно 8.5 degan kam balki bordir, lekin ular asosan IELTSga, SATga raqamga emas, balki portfolioga qarab deb o'ylayman-da ko'pchilik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Hilol kabi 8.5 bo'lsangiz ham yoki 7 bo'lsa ham, aslida ko'p joyda deyarli bir xil. Ya'ni bularning advantage deydi, foydali jihatida katta farq yo'q. Agar siz 5.5 bo'lsangiz yoki 7.5 bo'lsa boshqa masala. Lekin 7+ bilan 8+ da farq deyarli yo'q desam bo'ladi. Shuning uchun Hilollarning bu natijasi motivatsiya bersa zo'r, bosim berib qo'ymasin, chunki haqiqatda ham buni deb ertaga buni ham yomon ko'p bo'lishmasin. Ya'ni o'rgansin, haqiqatda Farruh aytmoqchi, barmog'imiz har xil. Teng harakat qilib kimdir 8.5 oladi, kimdir 6.5 olishi mumkin. Chunki buni darajasi shunaqa bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bu foydali deb hisoblanadigan maslahatlarga amal qilishingizni istagan bo'lardik va so'z navbatini Hilolga beramiz. Hilola, start 21ga boraymikin, nima qilaykin deyotganligini maslahat berasiz. Kecha bir qiz keldi, ismi Malika ekan, men bilan olib aytibdiki, shu xuddi shunaqa qaysi o'quv markaziga shaharga borar ekan deb ikkilanayotgan paytimda 8.5 natija bum chiqib bergan. Bo'ldi, startga borar ekanman degan narsa paydo bo'lgan, qaror dedim, paydo bo'lgan. Siz o'zi umuman start 21 nimaga tavsiya qilasiz? Shu haqida aytib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Men o'zim start 21 sharoitini rosa yaxshi ko'raman. Chunki boshqa o'quv markazlariga ham borib sinab ko'rganman, lekin u yerda umuman startdagi sharoit yo'q, mana teacherlar ham yo'q startdagi. Men yomonlamoqchi emasman, lekin start sharoiti ayniqsa men yaxshi ko'radigan library bilan co-working zonalarini rosa yaxshi ko'raman. Bo'sh vaqtida bemalol dars qilish mumkin. Keyingisi teacherlar doim support, qo'llab-quvvatlaydigan teacherlar.
sizga pressure berishmaydi, shunchaki hammalarda men experience qilgan teacherlarim hammalarida sense of humor bor edi. Hammalari darslarni qanaqa qiziqarli qilishni bilishardi. Har doim o'sha qo'llab-quvvatlab hamma narsa bo'yicha ham hayotda kerak bo'ladigan, ham o'qishda kerak bo'ladigan skilllarni o'rgatishgan. Shuning uchun hesitate qilish shart emas, kelish kerak Start 21 ga. Shunaqa. Bir narsani aytib o'tishim kerak, Start 21 qadriyatlardan biri bu o'quvchilarga bosim bermasdan ilm o'rgatish. Chunki Farruh aytganlarida ingliz tili bu bir hayotimizning qismi xolos. Ya'ni biz hayotimiz bir metro deb olgan bo'lsak, bekatda tushib qoladi ingliz tili bilan. Bir umr biz bilan qoladigan narsa emas. Ya'ni faqat ingliz tilini bilganimiz uchun hammasi zo'r bo'ladi degani ham emas. Shuning uchun bizda shunaqa tushuncha borki, bizda ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan bolalar, qizlarga imkon qadar tushuntirish orqali, tushunmasa yana tushuntiramiz. Bosim berish osonda chunki. Bosim bermasdan siz aytayotgandek qiziqtirish orqali o'rgatamiz va siz ingliz tilini bosimsiz, erkin tarzda maza qilib va kamiga 5 millionlab cashback olmoqchi bo'lsangiz, Hilollaga o'xshab, keling, formulasi juda oson, 8,5 ming olasiz. 9 olsa 10 million so'm beramiz. Gapga aytib o'tay va 8 olganga 2,5 million so'm beramiz va hozirgacha bir nechta bolalar, qizlar shunaqa natijaga erishyapti. Va oxirgi so'zimizda yoshlarga nima maqsad berasiz? IELTS o'qiyapti-da, 6-bosqichda gazini bosaymikin yo sifir o'qiraymikin? Ozgina qoldi-da, o'zi 2 oy vaqt qoldi, 2 oy harakat qilsa IELTS'dan oladi, 6,5 7,5 oladi. To'xta qiyin ekan deb, keyin topshiramikin deb, tashlayveramikin deyotganlar bor. Nima maqsad berasiz? Yo'q, IELTS o'qish kerak. Safar ham o'zini roli bor, lekin IELTS baribir boshqa narsa. Men o'zim oxirgi kelganda umuman IELTS o'qiyim kelmagan, chunki pressure kuchli bo'lgan. O'zim responsibility kuchli bo'lgani uchun rosa ham stress ko'p bo'lgan, lekin tashlavorgim kelmagan. Chunki IELTS baribir boshqacha feeling bo'ladi safardan ko'ra IELTS olganda. Lekin o'zini force ham qilish kerak emas. O'zingiz majburlab o'qigandan o'qimagan yaxshi deb o'ylayman, chunki bu naborot stress kuchaytiradi-da. Studentlar o'zi qiziqqan narsadagi o'qigani yaxshi, lekin baribir IELTS ham yaxshi o'qish kerak. Albatta. Chunki ko'pchilikga kuzatamanda Farruhbek 6-bosqichda yakunlanishiga 1 oycha vaqt qo'ygan, 2 oy. Kecha ham bittasi yozyapti, ustoz 2 oydan keyin bitiraman. Shunga sifir topshiramikin deyapti-da. Ya'ni maqsadiga yetishga oz qolganda baribir xalqaro sertifikat olgani yaxshi demoqchiman. Bugungi suhbat uchun Farruhbek sizga ham, Hilola, sizga ham kattakon rahmat. Va bundan-da yuqori natijalarni qo'lga kirishini tilakdoshman. Qo'limdan kelsa yordam beraman. Bizni kuzatayotgan insonlarga esa bizni kuzatgan uchun rahmat aytaman. Hozirgi kunda to'g'risi podkastlar internetda juda ko'payib ketdi. Kecha o'zim ham kuzatdim. 1000 dan oshiq bo'lsa kerak. Turi ko'payib ketdi. Hamma podkast chiqaryapti. Xursand bo'lamiz albatta. Biz hech narsaga da'vo qilmaymiz, faqat bilimimiz yetgancha o'zimizdagi bor resursdan foydalanib, shu 21-kadr degan podkastga asos solganmiz. Qariyb 2 yildan oshdi va xudo xohlasa yanada davom etamiz va qo'limizdan kelgancha aktual bo'lgan mavzularni yoritib berishga intilamiz. Sizda qanaqadir takliflar, g'oyalar yoki savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Barchaga rahmat, sog' bo'ling.